klientlarimizga bir sifatli, garantiyali xizmat ko'rsatish uchun bizda shunday qimmat оборудованиялар bor. Hani usta şu internetten şu probekte matbuot tuttu. Tamam, şunda bir probekte hakkında bir ma'lumot bermeyeyim. Probega keladigan bo'lsak, shunday ustalarimiz bor, Koshtirnon ichidagi probeg qaytarib beradilar. Shaxsan men o'zim qaytarolmam, lekin bilib beramiz qaytarilganmi yo'qmi. Любой xil aytib qaytargan, bilib bo'lmaydi deb qaytarib beradilar-ku. Shuni bilsa bo'ladimi? Gentra Nexia 3 Cobalt'dan boshlab depasini qaysi usulda qaytargan bo'lsam bilib beramiz. Probeg tekshiradigan narsa yana shu приложение bo'ladi. Bu bilan tekshirsa, agar ko'rinmaydigan, bilinmaydigan qilib qaytarsa bilib bo'lmaydi bu bilan. Bizda boshqacha apparatlar bor, boshqacha skanerlar bor. Ana shular yordamida boshqa usullar bilan bilinmaydigan qilib qaytargan bo'lsam bilib beramiz. Buncha foiz ustada bor. Her viloyatda 1-2 usta bor. 1% ustada bor. 1% ustada bor. 1%. Kia, Hyundai mi, Jetour, BYD farqi yo'q. Любой mashinani probegini ko'rib beramiz. Ya'ni elektromobillarning ko'pida probeg emas, yomkost rol o'ynaydi, bilasiz. Ana shu yomkostlarni ham ko'rib beramiz desanglar. Bu qo'shgan ishda so'chidan o'zi flash yo'q-ku. Yo'q, qo'shiq emas bu. Programmasidan, programma uradan apparatlar bu. Ya 32 ming so'mlikmi? 32 ming so'm emas, bir 5-6 ming dollar turadi bu narsa. 3-4 tanesi 5-6 ming bo'ladimi? Ha. Yo'q. Shu klientlarimizga bir sifatli, garantiyali xizmat ko'rsatish uchun bizda shunday qimmat оборудованиялар bor.